Salom dardoshlar, sizlar bilan yana men Samandar Ahadjonov va bugun ham sizlar bilan birgalikda biz yana bir qiziqarli mavzuni o'rganib chiqamiz. Ya'ni obloshkada ko'rganingizdek, bugun siz bilan birgalikda biz GoRouter paketini ko'rib chiqamiz. Undan oldin, ya'ni iddaoga o'tib qo'ya qolaman. Birinchi bo'lib videoga albatta like bosib qo'ying. Izohlarda o'zingizni fikringiz bo'lmasa, mana hozir soat nechida videoni ko'ryapsiz? Mana shuni izohlarda yozib keting. Bu kanalni aktivi uchun juda ham muhim. Va albatta videoni qizg'anmang, do'stlaringizga ulashing, ular ham ko'rsin va qo'shimchasiga agar siz men loyihani moddiy tarafdan ham qo'llab-quvvatlamoqchiman desangiz, pastda link qoldirganman. Bemalol donat qilib, so'm yoki valyuta bilan bizani qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Xo'p, unaqada gapni cho'zib o'tirmaymiz va agarda hamma narsani tayyor bo'lgan bo'lsak, boshladik. Xo'p, bugungi mavzuyimiz uchun men GoRouter paketini, ya'ni navigator paketini tanladim. GoRouterga kirishdan oldin qisqacha navigatsiya yoki navigatorlar nimaligini ko'rib ketamiz. Bu sizga qachondir kerak bo'lib qolishi mumkin bu ma'lumotlar ham. Xo'p, bizda umuman olganda Flutterni navigatsiya sistemasi bor. Bu tizim nima bizaga? Foydalanuvchi ilovadan foydalanayotgan vaqtida bir sahifadan ikkinchi sahifasiga o'tkazishni shu o'rtada bajarib beradigan instrument yoki qanaqangidir tool bizda navigator sistemasi yoki navigatsion sistema deyiladi va bizga Flutter o'zi built-in, ya'ni o'zida bor navigatsion sistemalar, masalan navigator Bruno hammamiz bilgan. Uni ko'rish uchun men sizga bitta ko'rsataman. Mana bu kodni hammamiz tanisak kerak. Ya'ni navigator.push deb turib, kontekst berasiz, material page o'tib berasiz va ichidan sizga kerak bo'lgan sahifani berib, xuddi shu ko'rinishda push qilib yuraverasiz. Ikkinchi ko'rinishi bo'lsa, bizda navigator push name bor edi, esingizda bo'lsa, mana shu name deb turib, mana bu material page o'tib bermaysiz-da, shunchaki o'sha sahifani name'ini, ya'ni o'zingiz boshda declare qilib ketgan, ya'ni define qilib ketgan name'ini berasiz va mana bu qismi o'zi to есть под kapot автocomplete bo'lib, sizni navigatsiyangiz ishlashni davom etardi. Bu navigator 2.0 deyilardi. Ajratib olgan bo'lsangiz, navigator 1.0 da bizda Flutter mana bu ko'rinishdagi navigatsiyani targ'ib qilgan bo'lsa, navigator 2.0 da push name funksiyoni, ya'ni yangiligini qo'shgan, ya'ni sen endi name routerlardan foydalanib bemalol push qilishing mumkin deydi. Xo'p, endi ko'pchilik chalg'atadi, oldin o'zim ham chalg'atar edim, masalan, chunki ichiga yaxshilab kirmaganim sababli. Navigator name routerlar bu GoRouterning asosiy shu fishkasi, asosiy uni nima bo'ladi, o'ziga jalb qiladigan tomoni mana shu qismida name routerlar deb bo'lardim. Yo'q, aslida name routerlar bu navigator 2.0, ya'ni Flutterning o'zi default holatda taqdim etgan navigatsion sistemasida bor narsalar edi. Bu GoRouterning asosiy fishkasi emas. Asosiy fishkalar haqida biz siz bilan videoda to'liq gaplashamiz. Vot, mana shu qismi siz uchun juda ham qiziqarli bo'ladi. Nima sababdan GoRouterni tanlashim kerak? Nimaga name routerlar emas, aynan alohida paketni ishlatishim kerak? Uning nima foydalari bor, nima afzalliklari bor va albatta nima kamchiliklari bor? Hammasi haqida gaplashamiz. U yo'lma-yo'l bo'lib ketadigan narsa. Xo'p, qaranglar. Birinchi navbatda kelaylik. Bu yerda biz GoRouterni setup qilishni ko'ramiz. Men tayyor bitta proyekt tayyorlab qo'yganman. Unda nima bor? Shunchaki stranitsalarimiz bor. House page, home page, profile page, splash page. Splash page'imiz quyidagi ko'rinishda bitta rang qilib qo'yaman. Va ichida profile page'imiz bor va ichida home page'imiz bor. Har bittasida floating action button bor. Uning uchun nimaga biz avval mana bu navigatsiyani ishlatamiz. Floating action button ichida house page bo'lsa, mana bundoq qilib, men bu yerdan home page ga o'tkazaman. Home page mana. Keyin xuddi o'sha narsani biz anaqaga GoRouterga o'zgartiramiz. Push name emas, push mana. Bu yerda splash page ga bitta o'taylik. Splash page turibdi mana. Splash page emas ekan. Menga o'tib, men bitta splash page berib qo'yamiz. Qayerda? Mana shu stranitsa to'g'radi. Splash pagening ichiga kirsak, mana bitta init state'da men future delete yozib qo'ygan edim. Hech qanday tashlayman-da, bu yerdan house page ga o'tkazib yuboraman. Xo'p, endi 1 2. Hech kim tushmadi, qayta tashga tushib oldik. 1 2. Mana o'tib ketdi avtorizatsiya stranitsamizga. Endi house page ga kiraman. Bu yerda home page ga o'tkazadi. Home page ga o'tsam, menda profilga o'tkazish kerak. Mana shu profil qilib qo'yamiz. Profile page. Bu bizani odatiy foydalanib yurgan navigatsion sistemamiz, ya'ni navigator Brunodan foydalanib biz hozir navigatsiya qildik. Har bir knopkani bosganimizda bizga keyingi sahifaga o'tadi va orqaga qaytish imkoniyatimiz bo'ladi. Xo'p. Bizda endi qaranglar, nimalar bor?
Go routerga o'tamiz. Birinchi navbatda Go routerni proyektimizga install qilib olamiz. Terminal qismiga o'tib, mana buni run qilib olaman. Va undan keyin example qismiga o'tamiz. Setup qanaqa bo'ladi? Setup juda ham oson. Mana aytayapti, Go router typeidagi bitta Go router obyektini yaratib ol va uning ichida routes degan listi bo'lsin. Routes listining ichida nimalar bo'lsin? Sam push qiladigan stranichalarni mana shu yoqda e'lon qilib olgin deyapti. Biz ham OK deymizda, mana shuni bunday copy qilamiz va qayerqa main faylga o'tamiz. Main faylga o'tgandan keyin pastda shunchaki e'lon qilib olamiz va buni import qilib olamiz. Bu yoqda mana qaranglar. Bu har doim bizning default, ya'ni birinchi start routerimiz mana shundan boshlanadi. Ya'ni eng boshlang'ich start mana slash turibdi. Slash berib qo'ydik. Va bu yoqqa biz nima berib qo'yishimiz kerak? Splash page deb beramiz, chunki bizda ilk har doim anaqa initial string, ya'ni sahifamizda bu splash page bo'ladi. Shuning uchun splash page ni beramiz. Pastga tushamiz, shunchaki mana home deyman men bu yoqda. Bu yoqda esa masalan home page. Muammosi yo'q. Dal shu xuddi shunaqa qilib copy paste qilib, o'zim kerakli sahifalarni shu yoqqa qo'shib ketaveraman. Keyingisi nima edi bizda? Masalan, aus bor, to'g'rimi? Avtorizatsiya, ya'ni ro'yxatdan o'tish sahifamiz va pastga tushaman. Keyingimiz nima edi? Profile page. Profile deb yozib qo'yaman. Mana bizda Go routerimizni e'lon qilib oldik. Endi qilishimiz kerak bo'lgan ish dokumentatsiya bo'yicha sal pastroq tushamiz. Material app'imizni router konstruktorli named konstruktorga o'zgartirish ekan. Ya'ni material app'ni qanaqangidir yangi konstruktor qo'shgan ekan Go router o'zida. Mana shu routerga o'raymiz va ko'rsanglar, mana bunda error beryapti. Bizda home degan qanaqangidir parametrimiz yo'q deyapti. Shuning uchun buni kommentariyaga olamiz va nima qo'shishimiz kerak edi mana. O'zi takror qilib root config-ga tepada e'lon qilgan routerimiz, ya'ni mana buni ulab qo'yamiz. Bu nima degani? Tasavvur qilinglar, bizani ilovamizda bu butun boshli inson tanasi. Routerimiz bo'lsa ichimizdagi suyaklar, ya'ni inson skeleti. Biz hozir tanaga, ya'ni go'shtga, go'sht suyaksiz tura olmaydi, to'g'rimi? Mana shu skeletni ulab qo'ydik. Mana sana skeleting mana shu router deb ulab qo'ydik va endi har qanaqangi navigatsiya qilayotgan paytimizda, masalan, kontekst orqali murojaat qilamiz, ko'rasizlar. Avtomatik mana shundan foydalangan holatda navigatsiya amalga oshadi. Hozir ko'ramiz shu narsani. Xo'p, setup menimcha bo'ldi. Darsha qilishim kerak bo'lgan narsa nima? Splash page ga o'taman. Mana bu kodni shunchaki olib tashlayman. context.go deyman va nima? O'zimga kerakli sahifani beraman. Men aus ga o'tish kerak. Qaytadan bittadan qilamiz. Avtorizatsiya 1, 2. Bak, mana avtorizatsiya page ga o'tdi. Orqaga qaytish imkoniyati ham bor. Xo'p. Endi qaranglar. Nima foyda ko'rdik biz birinchi navbatda navigator 1.0 dan. Birinchi foydasi, mana bu yerdagi hozirgi 3 qator kodimizni shunchaki yo'qotdik. Esinglarda mana bu eski kod qanchalik uzoq edi, ya'ni uzun edi. Bu hozir bizda bizning proyektda 3 ta qator bo'ldi, chunki ichida mana bunaqa hech qanaqa anaqalar yo'q edi, parametrlar yo'q edi. Bo'ladigan bo'lsa tasavvur qiling qanaqa qotilishadi. Birinchi navbatda bizning kodimizning readabligi ta'minlandi. Shu natijasida ancha tushunarli bo'ldi. Bu context-ga go degan extensionni mana Go routerni o'zi yozgan, go bor ekan, go named bor ekan va masalan go push bor ekan. Mana hammasini o'zi o'qib chiqsak bo'ladi. Push replacement bor, keyin yana qanaqa push replacement named bor ekan va replace bor ekan. Va replace named har bittasi mana shu yoqda o'qib chiqsak bo'ladi. Mana bu yerda replace nima debdi? Replace the top most page of the stack with the given threads. Hop. Push replacement nima ekan? Hop. The topmost page of the stack with the name row. Bu name. Hop, mana bitta ko'rsatadi. Stack with given URL location query parameters. Okay. Endi qaranglar, bu yerda shunchaki men endi push replacement qilib ko'raman. Nima bo'ladi? E'tibor bersanglar. 1, 2 bu yoqqa o'tadi. Hech narsa o'zgarmadi-ku. Chunki tak. Nima deb yozgan? Which navigates to the location replaces the most. Mana bitta bizda splash yo'q ketish kerak edi, push replacementda adashmasam. Asli вообще-то go ni o'zini yo'q ketish kerak edi. Go da qani, go ni ko'rsak, o'qisak, mana bu yerda navigate to location debdi. Unda pushdan nima farqi bor buni? Push a location onto page stack which replaces the most page of the stack and always is a new page key. Push replacement degan gapiribdi. G'alati.
Xo'p. Okay. Buni hozir ko'ramiz. Bizda asosiy muhim bu emas. Bularga oxirroq to'xtalamiz. Xo'p. Ko'rganimizda birinchi navbatda bizda kodlarimizni qisqardi, ya'ni 3 qator, 4 qatorga, 5 qator, 10 qator yozmayapmiz. Biz bemalol endi mana shu kichkinagina qator bilan readability'ni oshirishimiz mumkin. Bu bizda birinchi yutug'i. Xo'p, keyingisi. Biz nimani ko'rishimiz mumkin? Dokumentatsiyadan ko'rib chiqamiz. Mana detailsga push qilibdi. Okay. Biz hozir o'zimizga kerakli qismini ko'rdik. Men shunchaki hozir o'zimni ochib olaman kerakli narsamni. Xo'p, GoRouter'ni umumiy setupi tugadi. Faqat biz endi mana bu yerda qolganlarimizni ham GoRouter'ga o'tkazib chiqsak bo'ldi. Shunchaki context.push va bu yerda o'zimga kerakli bo'lgan sahifani beraman. Avtorizatsiyadan turib qayerga push qilishim kerak edi? Men home ga o'tishim kerak edi, adashmasam, to'g'rimi? Unda home deyman. Mana, hop. Endi bu avtorizatsiya page ko'ramiz, tekshiramiz. Bitta bosdim, mana home ga o'tdi. Hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Xuddi shu kodni copy qilaman. Shunday go deb tushunib bo'larkan, qani? Orqaga qaytish bor. Biz nimanidir xatosi. Go qilsam. Tushunarli. Mana fansilik hozir tushuntirib beraman. Boya nimaga qaranglar. Avtorizatsiya page turibdi. Go qildim, home page, orqaga qaytish splash page. Boya o'ylanib qoldim-ki, nima sababdan mana splash page hali ham turibdi? Chunki go ni bosganim, go qilib biz navigatsiya qilganimizda orqasiga hamma pagelarni o'chirib tashardi deyotgandim. Bizda splash page ga navigatsiya bo'lmagan. Splash page bizda default page bo'lib turibdi, ya'ni eng asosiy birinchi page. Ya'ni boshlanish nuqta, unga navigatsiya bo'lmagan. Go bo'lsa bizga shu paytgacha navigatsiya bo'lgan hamma pejlarni tozalab olib, o'rniga o'zining sahifasini o'rnatardi. Shu sababli boyaman avtorizatsiya pejga push orqali o'tganim sabab, to есть go orqali o'tsam ham orqaga qaytish knopkasi turdi, ya'ni splash page saqlanib turdi. Hozir ko'rasizlar mana. Shunda o'taman. Splash va out go qaytsam qaytib turibdi. Vaholanki men go bilan o'tganman. Qaniydi splash page mana yoki mana go bilan o'tganman. To'g'ri? Yoki bunda bo'ldimi? Push replacement bo'lgan bo'lsa ko'ramiz. Hop. Out. Shu narsa, ya'ni splash page hali hamon turibdi. Shunchaki mana bu out page ga qaytaman. Orqaga qaytsam, ya'ni splash page turaveradi. Yana bitta qilamiz. Out page, orqaga qaytaman, splash page o'zi qoladi. Ya'ni go navigatsiya qilingan hamma pejlarni tozalab yuboradi. Push bo'lsa, oddiygina push qilib ketaveradi. Shunchaki ustiga ust qo'shib, mana buni holat ro'y beradi bizga. Masalan, boshida qaranglar, string turibdi, to'g'ri? Stringimiz va ichidan splash turibdi. Va splashdan keyin menda nima boshlanyapti? Out bo'ldi. Undan keyin men home ga push qilsam, out'dan turib, mana bunaqa holat bo'ladi. Agarda context go qiladigan bo'lsam, mana bunaqa holat bo'ladi va oxiridagi home o'chib ketadi. Mana shu holatga tushib qoladi, tushunganinglardek. Xo'p. Qolgan pejimizni o'tkazamiz. Qaysi biri qoldi? Home page qoldi. Shunchaki context.push. Bu yerda shunchaki nima edi bizda? Profile. House, home, profilga o'tdi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Xo'p, biz navigatsiyani polni setup qilib bo'ldik. Ana endi mana bu context.pushdagi boshqa ichidagi metodlar bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi, bizda bu name'lar haqida, bu name'larni ko'ramiz, shunchaki go'larni ko'ramiz, name'ni keyinroq ko'ramiz. Go aytganimdek, shu paytgacha navigatsiya qilingan hamma pejlarni, push qilingan hamma pejlarni tozalab yuboradi. O'rniga mana shu eng oxirgi siz go qilayotgan sahifangizni qoldiradi va ikkalasiga, ya'ni ikki dona pej qiladi. Birinchisi splash page, ikkinchisi siz push qilgan pej. Qayoqda go qilishingizdan qat'iy nazar. Go name bo'lsa, xuddi shu name ko'rinishi, ya'ni boyagi navigator 2.0 dagi name ga o'xshagan. Xo'p. Push shunchaki boya ko'rsatgandek push qilasiz slashga home qo'shiladi, push qilasiz slashga out qo'shiladi, push qilasiz slashga o'sha profile qo'shiladi. Ya'ni sizda uzun path paydo bo'ladi. Va undan keyin push replacement, ya'ni mana shu push replacement qilganingizda hozir ko'ramiz, qarab turinglar. Out ga o'tamiz va out dan turib, balki push emas, home ga push replacement qilamiz. Bitta ko'ramiz, mana qaranglar. Splash out ga keldi, push replacement qildik home ga,
orqaga qaytsak splash paydo bo'lib qoladi. Ya'ni push replacement nima? Eng oxirgi turgan mana shu navigatsiyani olib tashlab, o'rniga mana shu yangi qo'yayotgan sahifangizni qo'yadi o'rniga. Tushunarli? Ya'ni hozir bizda Auth'dan turib Home'ga push replacement qilganimiz sababli push replacement o'rnidan faqat yuvib qoldi va o'rniga Home'ni shundoq qo'yildi. Mana shunaqa. Bu push replacement xuddi shu ko'rinishda ishlaydi. Undan keyin bizda push replacement name replace bo'lsa nima ekan? The most of page with this take one treats its same page. Xo'p, replace ham ishlatib ko'ramiz, ishlatmagan ekanman. Home page dan turib mana shu profile'ga replace qilamiz. Va men bitta Auth page ni pushga qaytarib qo'yaman. Pushga qaytarib qo'yaman. Mana 1 Auth'ga o'tdim, Home'ga o'tdim. Orqaga qaytsam Auth. Replace bilan push replacement menimcha bir xil ishlar ekan. Hech qanaqa farq sezganim yo'q. Nima farqi bor ekan? Izohlarda yozib ketamiz. Xo'p, mana biz Go routerni hamma konstruktorlarning ichidagi ko'rib chiqdik, to'g'ri, push qilish usullarini. Endi Go routerni umumiy foydalariga to'xtalamiz. Men qaysi foydasi haqida gapirishni birinchi ko'rib chiqaman. Birinchi navbatda bizda hozir sizlarga ko'rsatdim-ku, mana bunaqa qilib. Masalan, Home, Auth ko'rinishda ishlaydi. Ya'ni Go router bizda web saytlar qanaqa navigatsiyada ishlasa, xuddi shu tipda ishlar ekan. Bu esa bizga shu web saytlarda navigatorimiz hech qanaqa muammosiz ishlab ketishiga sabab bo'lar ekan. Navigator 1.0 va 2.0 da bunaqa emas deb o'qidim men resurslarimda. Nima sababdan bunaqa izohida yozib qoldirib ketsanglar bo'ladi. Lekin Go router bizda mana shu web navigationni full, ya'ni bor butun vujudi bilan qo'llab-quvvatlab support qilar ekan. Undan keyingi muhim nuqtasi bizda bu routlarimiz deklarativ. Ya'ni deklarativ nima degani? Biz oldindan routlarimiz mana ko'rinishda yozib chiqamiz va bu bizga qanaqa routlarimiz bor, qanaqa pejlarga qanaqa ko'rinishda navigatsiya qilamiz, oldindan yozib qo'yilgan tayyor dokumentatsiya degani. Ya'ni qaysidir odam siz proyektingizga kirib, home pejga qanaqa qilib navigatsiya qilinar ekan degan savolga javobni shundoq Go routerning koordinatorini alohida masalan tasavvur qiling, core degan qanaqangidir folderingiz bo'ladi va uning ichida masalan koordinator bor. Koordinator degan mana shu yo'naltiruvchi. Koordinatorning ichida mana bu Go router saqlanib bo'lib turadi. Shunda o'tamizda bu mana shundoq qo'yib qo'yamiz va qolgan hamma pejlarni ham olib kelib copy paste qilsa bo'lar ekan. Tak. Mana uni slash deymiz, ya'ni private emas, public qilib qo'yamiz va mana shuni import qilib qo'yamiz. Koordinatorda kontekstni so'rayapti, materialni import qilib beramiz. Va bu yerda nima deyapti? Ya'ni shunda mana shu yoqqa kiradi deb o'sha odam. Mana bunaqa navigatsiyalar bor ekan. Men Home'ga push qilishim uchun mana bunaqa narsalar kerak ekan, mana bunaqa danalar berishim kerak ekan. Mana shu yerdan to'liq tushunib oladi. Bu bo'lmaganda biz navigator 1.0 ga 2.0 ni o'zidan shunda to'pa foydalanganimizda u qidirish kerak edi. Home'ga qayoqda push qilingan ekan. O'sha yoqqa qarab, mana bunaqa qilinar ekan deb poyz qilib qaysidir bitta exampledan o'rganishga to'g'ri keladi va bu noqulay va tavsiya qilinmaydigan usul bugungi kunga keldi. Mana bu esa deklarativ bizda oldindan e'lon qilib qo'yilgan. Xo'p. Keyingisi type safety masalasi bor. Ya'ni qanaqa? Tasavvur qiling, bu qanaqa holatda problema bo'lib qoladi type safetyda? Sizni profil pages masalan qanaqangidir ma'lumot qabul qiladi. Final masalan string name deylik va masalan keyin final int yoki string age deylik. Age qabul qiladi. Hammasi string ko'rinishda qabul qiladi deylik. Bizda qanaqa muammo, mana bitta setup quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Ana required name age va state da bu extra da kirib keladi. Extra kiramiz. Mana bitta konstantani tashlab. Tak. Extra deylik yokida hozircha bitta narsani qabul qilib turaylik, osonroq tushunishimizga. Mana bu name kerak emas. Bu name ham kerak emas. Mana bu yerda shunchaki age kiradi va men state extra ni berib yuboraman as string deyman. Va kelinglar profile page ga kelgan paytida body da yozib qo'yaylik. Body'da text masalan tepadan kelgan age ni yozamiz. Mana bittadan qilamiz.
Hozir bitta error berishga qarab turaylik. Chunki ekstra bermading deydi. 1 2. Mana qizardi. Men bitta ekstra kelmadi, null keladi. Men buni berib olishim uchun homedan navigatsiya qilayotgan paytimda qaranglar, argumentlar qanaqa tashladi. Men bitta ekstra bo'ladi. Ekstraga masalan 10 sonni berib yuboraman. Yoki prosta 10 ni berib yuboring. Mana sразу error berdi. Sen string beryaptiding. Men int deyman. Xo'p, mana integer berdik mana. Endi buni intga to'g'rilaymiz. Mana int mas string emas, int berdim deymiz. Okey, mana. Int. Tak. Aha, to string beryapti. Mana endi ishlatsak bo'ladi. Mana 10 soni chiqib qoldi. Xo'p, nima deyotgandim? Birinchi navbatda biz hozir ekstrani ko'rib keta qoldik. Ekstra, ya'ni biz parametrlarimizda qanaqa tashlash usulimiz bor. Biz ekstra orqali tashlasak bo'ladi. Mana bunaqa age deymiz, state extra as int deydik. Biz buni odatda qanaqangidir entity ko'rinishida tashlashimiz mumkin. Ikkita ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda state extrani as map deb turamizda. Masalan, map string dynamic deb turamiz. Например, va mana shu ko'rinishda ichida ma'lumotlarni bunday olib, masalan, age deb berib yuborsak bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda ishlatsak bo'ladi. Undan tashqari bizda Go routerning ichida nima bo'ladi? Anaqasi bor. Built-in redirection bor. Ya'ni bizda agarda user logout qilgan bo'lsa yoki login sessiyasi eskirib ketgan bo'lsa, mana bu yoqda redirect degan callback bor. Mana shuning ichida biz bemalol if deyman, true deyman, masalan if true yoki da masalan 3 masalan 3 ni biz nima edi? Is even deymizda return home, return house qilamiz. Xo'p. Splashdan keyin home emas, masalan profile deylik, bu yoqda home deylik. Bizda splashdan keyin qayerga o'tib ketish kerak edi? Is even nima degan edi bizda? Is even adashmasam juft degan edi. Masalan, bunday qila qolaylik. 3 teng 3. 3 ga teng degan savol qo'yamiz. Agarda bu rost bo'lsa, profilga o'tib ketish kerak. Xato bo'lsa, home ga o'tib ketish kerak. Qarang, bittadan qilamiz. Sразу profilga o'tib qoldi, ko'rasizlar? Vaholanki, boyagi holatda mana buni o'chirib qo'yadigan bo'lsam, splash va bizning keyingi stranisamizga o'tardi. Mana bu redirection bo'lsa nima qilyapti desak, ana boyagi navigatsiyani inkor qilyapti-da. Bizga kerakli profil pejga o'tkazyapti. Bunda qanaqa logika qo'ysangiz bo'ladi? Mana bu yoqda shart qo'yasiz, masalan, userni sessiyasi tugadimi deb shart qo'yasiz. True bo'lsa outga tashlab yuborasiz, yo'q false bo'lsa home ga tashlab yuborasiz. Ya'ni bu sizga bir nuqtadan turib userni logout qilib yuborish imkoniyatini beradi sizga. Ya'ni masalan backenddan tool bir kelib qoldi deylik, unauthorized kelib qoldi. Mana shu yerda shunday check qilasizda, bemalol logout ga tashlab yuborasiz. Mana shu redirection funksiyasi orqali bu bizda ikkinchi feature. Birinchi feature bu даже uchinchi feature bo'lishi kerak, chunki birinchi feature bizda kodimiz qisqargandi, ikkinchi featureimiz bizda tab safety ni bergandi, uchinchi feature masalan declaration ni berganda, bu to'rtinchisi ekan, built-in redirection bor, ya'ni mana shunaqa redirect qilish imkoniyatini beradi. Undan keyin bizda shell route'lar degan narsa bor. Mana shuni shunday olib kelaman. Bu yoqqa bitta copy paste qilaman. Shell route. Bu nima? Bu Go router'dagi shell route. Bilsanglar, bizda root page'imiz bo'ladi. Har doim masalan, ichida home page, notifications page, profile page deb o'shab turgan root page'imiz bo'ladi va uni ichida siz bitta column ichida hammasini o'rab turib yoki list view'da o'rab turibmi yoki page view'da o'rab turib har knopkani bosganda har yangi sahifani ochish ko'rsatadigan logika qiladigan bo'lsangiz, unda bizda optimizatsiya jihatlarini yutqizib qo'yasiz, chunki har safar straniца, ya'ni sahifa o'zgargan paytda Flutter sahifani 0 dan quradi va agar sahifangiz qanchalik og'ir bo'lsa, bu telefon uchun shuncha nagruska degani. Bu esa o'sha har safar qayta UI build bo'lishi, har safar ichida backendga zaproslar bo'lsa, backendga zapros bu loading bo'lishini keltirib chiqaradi. Go router'dagi bizda shell route'lar esa mana shuni oldini oladi. Mana shu ko'rinishda turgan bo'lsa, ya'ni siz har safar sahifani o'zgartirganingizda u UIni qaytadan tuzib ichidagi narsalarni qaytadan esga tushirmaydi. O'sha bor sahifangizni xotirada ushlab turadi-da, har o'sha push qilgan paytingizda o'sha sahifani ko'rsatadi va buni hisobiga qayta qurilish, qayta zaproslar bo'lmaydi va siz o'sha aytganimdek optimizatsiya taraflama yutasiz.
Undan keyingisi bizda yana bitta fishkasini aytib o'taman. Bu tekshirilmaydigan fishkalarimiz yana bittasi, lekin men o'zim proyektlarimda ishlataman buni. Ya'ni Go routerda built-in bepul deep linklarni handle qilish imkoniyati bor. Agarda siz Go router ishlatmaganingizda deep linklarni handle qilish uchun o'zingiz pod kapotum kodlar yozib shunday qanaqangidir paketlardan foydalanib, o'sha deep linklarni eshitib turardingiz va o'zingiz push qilishingiz, o'zingiz boshqa akshingizni to'g'ri kelardi. Go routerda esa bunga hech qanaqa ehtiyoj yo'q. Siz o'zim mana main screen o'tib ola qoling. Siz nima qilasiz? Ya'ni Go routerni o'zini implementatsiya qilganingizdan keyin sразу Go routerni o'zi implementatsiyasi bo'ladi va uni o'zgarishlari boya ko'rdik-ku redirection qismi. Ya'ni mana bu yoqdagi redirect, mana shu yoqqa o'sha ma'lumotlar kelib tushadi va mana shu redirect callbackdan foydalanib, mana shu yoqda kerakli sahifalarga o'tkazib yuborasiz. Sizga mana shu yerda state'ning ichida keladi pezlar. Mana shu pez masalan product share deb keladigan bo'lsa, product share sahifasiga mana shu yoqdan turib siz navigatsiya qilib olasiz va buni oqibatida yana bitta narsani aytdingiz, ya'ni o'sha deep linklarning implementatsiyasini qilishni Go router bu narsani sizga o'zi pod kapotum qilib bergan. Xo'p, уже videomiz 30 daqiqaga yaqinlashib qolibdi. Men bu yerda Go router bo'yicha life hacklar ko'rsatmoqchi edim. Mayli, tez ko'rsatib ketsam bo'ladimi? Tez ko'rsatishga ulgurmas ekanman. Mana shu videoni shu joyda yakunlab turamiz. Sizlarga agar video foydali bo'lgan bo'lsa va keyingi qismini chiqishini xohlasanglar, o'sha Go router bo'yicha life hacklar mavzusida, ya'ni qanaqa ishlatish kerak, proyektda qanaqa implementatsiya qilish kerak, shu narsa agar rostdan ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Qancha ko'p masalan shu haqida savol yoki zapros kelib tushadigan bo'lsa sizlardan, biz mana shu haqida video qilamiz va o'zim ishlatadigan life hacklarimni, to'g'ri ishlatish usullarini o'rgataman. Bu bizda Go routerga kirish darsi bo'ldi. Xo'p, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, nimaga haligacha like bosmadingiz? Hozirroq like bosib qo'ying. Bu hech qanaqa muammo emas. Do'stlaringizdan qizg'armay albatta share qiling va kanalga haligacha a'zo bo'lmagan bo'lsa qilib qo'ying va albatta pastda link qoldirganman. O'sha link orqali loyihani so'm yoki valyuta orqali donat ko'rinishida qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Sizlar bilan men har doimgidek Samandar Hajonov bo'ldim. Keyingi darslarda videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xayr.